Qachon Minecraft bo'lar? Sizlar durustmi? Ishlaringiz zo'rmi? Yuribsizlarmi charchamay? Boya albatta uxlab qoldim. Bir havo ozgina kech bo'lyapti. Bolalar, hammalaring yaxshimi, zo'rmi? Ishlaring yaxshimi? Durustmi? Nima qilib yuribsizlar bolalar? Xullas, bugun biz shunchaki o'zimcha video qilgim keldi. O'shaning uchun video qildim. Tak. Men hozir o'rmonga borishim kerak. Nega desalaring? Chunki o'rmonga borib o'tin qilishim kerak. Havo juda ham sovib ketdi. Uylar yaxtak. Ko'chada qor yog'yapti. O'shanga borib o'tin qilib kelsam yaxshi bo'lardi. Merda oldiga kiraychi. Oy, assalomu alaykum. Alaykum, yaxshimisiz, durustmi? Ha, men yaxshiman, durustman. O'zingiz ham yaxshimisiz, durustmisiz? Ha, men ham yaxshi. Nima qilib yuribsan? Men hozir o'rmonga daraxt kesishga ketayotgan edim. Daraxt kesishga ketaman. O'shanga boraveraymi? Yangi xabarlarni eshitmadingmi? Yo'q, eshitganim yo'q. Nima bo'libdi? Kecha kechqurun qishlog'imizdan chet el yo'qolgan ekan. Ular hamma o'rmonda deb gumon qilyapti. O'shanga o'rmonga bormaganim yaxshi. Axir o'rmonga bormasam qanday qilib kechga, ya'ni qanday qilib o'tin topaman? Bilmadim, lekin bormaganing yaxshi. Gapingizda jon bor, lekin kechqurun tushib qopti. Ha, mayli. Bo'lmasam yaxshi yotib turing, men bo'lmasam uyimga boraveray. Mayli, yaxshi bo'l. Xo'p, mayli. Nima? Kim yo'qolgan bo'lishi mumkin qishlog'imizdan? Ha, mayli. Men qiziq yo'q menga kim bo'lsa. Uxlab ertaga o'rmonga boraman. Yana tong. Yana turdik. Do'stlar, bilganingizdek, mer bizga shunday dedi. Bilmadim, boraymi, bormay deb ikki turman. Mayli, lekin boraveraman. Chunki axir o'tin qilmasak bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz. Qor yog'sa qanday sovuq bo'lishini. Bilmadim, mer nega bormayapti. Chet el yo'qolganmi qanaqa qishloqdan? Mumkin yo'qolgandir. Men chunki ko'chaga chiqmayman, o'ynashga, ya'ni yurmayman ham. Uyda o'tiraman. O'shanga bilmadim nima yangiliklar bo'lganini. Lekin hozircha hammasi yaxshi. Hech qanday ovoz kelmayapti oldlarimdan. Axir qanday o'rmonda kim o'g'irlab ketishi mumkin? Balki u o'zi ketgandir, merga aytmay biron joyga. Ham bilmay aytaverishadi. Chunki agar u o'g'irlangan bo'lsa, politsiya qishlog'ini bosardi va yana deyish mushkul bo'lardi. Agar u ketmagan, u shunchaki biron joyga ketib olgan, shaharga ketib olgan, mengacha lekin 2 haftalar oldin shu shaharga ketaman deyotgan edi. Qishdami desam, ha, nima qishda shaharga borsam nima qilibdi dedi. Ha, mayli, boraver, o'zing bilasan. Dedim, ishim yo'q men u bilan. Nima qilishdan bilmayman. Hech narsa bo'lmaganday qaytaman orqamga. Ya'ni shunchaki qishlog'imiz zo'r, lekin shunchaki u bilan shaharga ketgan deb o'ylayman. Hozir buni merga aytsam, mer dalo menga jahl qiladi. Sen bilasanmi, men bilamanmi deb. Ha, mayli. Yo'qlarda jon bordak. Assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? Alaykum, kiraver.
Mer, men bir narsaga o'ylanib qoldim-da. Agar u nega yo'qolgan bo'lsa, uni haligacha militsiya kelmayapti qishloqqa. Ha, gapi to'g'ri, lekin o'sha kun kelganday bo'lgandi. Ha, o'sha kun kelganday bo'lgandi. Siz ko'rdingizmi militsiyalarni? Ha, 6 ta militsiya keldi va uning gumonlashim bo'yicha ular o'rmonga ketgan. O'rmonga? Axir o'rmonga men hozir borib keldim. Hech narsa yo'q. Endi buni bilmadim. Gapingiz to'g'ri. Lekin u menimcha u yo'qolmagan. U shunchaki shaharga ketish bo'lishi mumkin. Chunki menga bir hafta oldin aytgan ediki, men shaharga ketsam kerak degandi. Ha, mumkin shaharga ketgandir. Lekin biz o'ylasak qolaydi. Qon? Uyni hozir yig'ishtirib olishgan. Nima? Qon? Uni kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? Buni tarixi uzun. Mayli, aytavering nima bo'lganini. Xullas bir paytlar bir bola bo'lgan edi. U bola shu hamma yomon ko'rar edi. U yovuz bo'lib ketganiga o'zi sababchi. Hamma narsani ham yeyaverdi. Oxiri u chista zombi bo'lib ketdi. U keyin odamlarni yomon ko'radi va u hozirda hammani ovlashga chiqqan. U faqat kechqurun chiqadi. Kunduzda odamlar ushlab oladi, o'ldiradi deb u chiqmaydi. Nima? U shunday bo'lganmi? Ha, u shunday bo'lgan. U oldin qishlog'imizda yashar edi. Qishloqda? Qishloqda yashagan bo'lsa, sizlar bilmaganmi? Biz bilgan, lekin uni qanday haydab yuboraylik, bizga tashlanib qolmasin deb indamagan ukamiz. Mayli bo'lsa, men boray uyga. Mayli, ehtiyot bo'l. Mayli, mer. Voy, demak, u qotil bo'lgan ekanda. Tushunmadim. Men uyimda nima qilyapsan sen? Uzr oshla. Qanday qil? Demak, kech o'zi tushdi. Agar tushgani yo'q, men o'rmonga uni istashga boraman. Nima bo'lsa ham hamma u yerga borma desa, nega bormash kerak? Mayli, boraychi. O'rmonda istashim kerak men. U o'rmonda bo'lishi kerak. Emas-u, yana bilmadim. Bir istab ko'ray. Hamma uni shaharga ketgan debdi. Chunki menga u bir hafta avval aytgan edi. Men shaharga ketaman deb. O'shanga shaharga ketsam mayli dedim. Yordam! Tushunmadim. Qayerdan ovoz keldi? Yordam! Ye. Stop. Bu yer qay? Nima? Axir bu yer. Tushaymi? Qonmi? Qon? Kim bo'lishi mumkin? Chetel yo'qmi? Kim bo'lsa ham qo'lini ko'tarsin. Nima? Uvet, menga yordam ber. Stop. Senga nima qildi? Meni bilgansan, o'sha chetel o'g'irladi. U meni bu kecha yemoqchi, iltimos yordam ber. To'xta. Qon kimni qoni? Meni urib olib keldi u yerga. Kechqurun. Nima? To'xta, buni ichida. Uni ovozi keldimi? Mana o'sha yerlarda, qoch bu yerdan. Menga yordam ber, lekin. Men senga yordam bera olaman. Lekin meni qo'limda kerkam yo'q. Qilichim, nonim bor. Tamom. Qo'l bilan sindirib bo'lmarkan qilich. Nima qilich bilan ham bo'lmayapti. Iltimos menga yordam ber. Hozir
Hozir men tushunmayapman. Hozir men kelaman. Qayerga iltimos yordam ber. Hozir. Bolalar, nima bo'ldi? U